sotuvga Xitoy zavodskoy drabilkamizdan keldi. Sizlarga narxlari va ma'lumotlarni berib ketaman. Videoni oxirigacha ko'rsalang. Hop, bu drabilkamiz Xitoy zavodskoy drabilka bo'ladi. Bochkali universal variantidan. Hop, bu drabilkamiz pichoqlariga keladigan bo'lsak, pichoqlari 12 qator segmentli pichoq bilan jihozlangan. Hop, pastki qatorida 4 qatordan 8 qator malatko'yich pichoqlar bilan shu jihozlangan bo'ladi. Hop, motorlariga o'tadigan bo'lsak, motorlari 4 kilovatli 220 tokda ishlaydi, 3000 оборотda bo'ladi. Tokij naprejeniyasini ko'rsatib turadigan datchilari ham bor. Hop, buni avtomatlari ham qo'yib kelingan, tayyor avtomat bilan ishlatsalar ham bo'laveradi. Hop, bu drabilkamiz komplektiga qo'shib beriladigan narsalari 4 xil setkasi qo'shib beriladi. 4 xil setkasi komplektiga qo'shib beriladi. Hop, bu drabilkamizning narxiga keladigan bo'lsa, narxi 2,700,000 so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.